Yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbusi doirasida O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2025-yilning 18-mart kuni Toshkent viloyati Qibray tumanida o'tkazildi. Toshkent viloyati Qibray tumani Baytqo'rg'on masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov boshchiligida Toshkent viloyati vakilligi rahbariyati, tumanlar bosh imom xatiblari, shuningdek tajribali imom xatiblardan tarkib topgan ishchi guruh tuzildi. Maqsad imom xatibning ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahatlar berishdan iboratligi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqdan foydalanish, masjid Telegram guruhlarini rivojlantirish, diniy ma'rifiy materiallar bilan boyitish, imom xatiblarning masjid qavmi va yoshlar bilan yaqindan munosabat o'rnatish hamda kunlik namozlarda olib boriladigan suhbatlarni hayotiy misollar bilan boyitib borish kerakligi borasida Zayniddin domla Eshonqulov tavsiyalar berdi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi moliyaviy nazorat va tahlil bo'limi mutaxassislari ham ishchi guruhiga biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi xotin-qizlar bo'limi tomonidan shahar tumanlar bosh otinoylari va hoji onalar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar 7 toifaga mansub 110 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 18 ta oilaga, umumiy hisobda 128 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 9 ta xonadonda yot g'oyalar ta'siriga moyil bo'lganlar bilan suhbatlashildi, tushunchalari to'g'rilandi. 22 ta xonadonda jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotganlarning oila a'zolari, jazo muddatini o'tab qaytganlar, muqaddam sudlanganlar bilan yurtimizda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. 22 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga harakat qilindi. 7 ta holatda oila buzilishining oldi olindi. 5 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek, tabarruk yoshdagi keksalar yashaydigan 16 ta oilalarga kirib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a-salomlar berildi. Davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordamlar ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatib faoliyati o'rganildi. Jumladan, ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay shart-sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga Ramazon saxovat va mehr-muruvvat oyi, tinchlik va osoyishtalik ulug' ne'mat, shukronalik fazilati, radikalizm va yot g'oyalar ta'siridan ogoh bo'laylik, aqidada adashmaylik, vatanga sadoqat oliy burchimiz, oila muqaddas dargoh, yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir, qo'shnichilik haq-huquqlari kabi dolzarb mavzularda ma'ruzalar qilib berdilar. Unda 1600 nafardan ortiq tinglovchi namozxon qamrab olindi. 4-yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari va masjid imom xatiblari tomonidan Qibray tumanidagi mavjud 12 ta masjid hududida 10 tubdan jami 120 tub mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazilib, yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashga amaliy hissa qo'shildi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Qibray tumani imom xatiblarining ma'naviy ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berib o'tildi. Toshkent viloyati imom xatiblari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruh faoliyati 2025-yilning 2-aprel kuni Chirchiq shahrida o'tkazilishi rejalashtirildi.